Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, anu qahqa qildimi? Vahvaha guruh degani nima? Tohir Rahim shu turadimi? Mana shu 6-etajda turadi. 6-etajda. Obba, chaqirsam eshitamikin degan shu. Chaqirib ko'ring. Tohir! Hey Tohir! Ha? Ye. Tohir! Assalomu alaykum. Shu ekansan, men demaysan. Siz Tohirning uyini so'radingiz-ku, o'zim so'ramadim-ku. Boringiz ishlari Kayfiyatingiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Ketdik, efir boshlanyapti. Yur. Qanaqa efir? Taksining efiri, voy meni yurtim kanalda kulib boramiz loyihasi. Ana kuni senga Telegramdan yozdim-ku, ukam, keyingi mehmon san dedim. Telegramga kirish qayda ustoz? Sen ham qaribsan, ha, 2 yil ish oldim-ga. Efir boshlanyapti bu. Yurchi, qani. Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar. Bu meni yurtim kanali Kulib bolamiz loyihasi. Aziz do'stlar, mana bugungi mehmonimiz ajoyib san'atkor ukamiz, shogird ukalarimizdan, Navoiydan, u Toshkentga kelib ijodlari barkamol bo'lib, kulgi sohasida juda peshqadam bo'lib, hali dadil qadamlar bosib kelayotgan ajoyib ukamiz Tohir Rahim qahqaha guruhini solistlaridan biri, yakkaxon solistlaridan biri desam ham bo'ladi. Xush kelibsiz Tohirjon, boringizga shukr. Bu meni yurtim kanalda Kulib bolamiz loyihasi, taksi loyihamiz. Siz ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Ha, taksi loyihamizda o'zining qonun qoidalari bor. Endi mana xudo xolasa mijozlar chiqishadi. Mijoz chiqqanidan keyin agar manziligacha siz gapirgan gaplardan men gapirgan gaplar, asosan siz bugun mehmon, siz gapirasiz, men eshitaman. Biz mehmon mezbonmiz. Siz gaplaringizda agar kayfiyatlari ko'tarib kulib boradigan bo'lsa, demak yo'l kira haqini to'lashadi. Agar ular to'laydi. Agar mabodo Karim Tohir Rahim gapidan kulmay xo'brayib boradigan bo'lsa, manziligacha unda Tohiroyni o'zlari to'laydilar. Ama tekin yurmayman-ku Tohir. Nega men to'layman? Yo'q, to'lamayman men. Nega to'lamaysiz siz? Kuldirib tashlashsam bo'ladimi? Ha, kuldirib. Otangizga rahmat, beshbaho. Boringlarga shukr, so'rashing mana muxlislar. Assalomu alaykum, hurmatli Kulib boramiz ko'rsatuvining aziz muxlislar. Bugun mana ko'rsatuvda mehmonmiz, xudo xolasa sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ko'rsatuvlar eng zo'ri bo'lsin, xudo xolasa. Ilohi, o'zi ham zo'r, reytingi baland bizlarning ko'rsatuvni, xudo xolasa. Faqat sizdan bitta iltimos bo'ladi. Mehmonlik odobini bilmaysiz degan joylari. Biladimi? Mana bizni kulib boramizda kelgan chiqqan qizlar chiqishi mumkin, ayollar chiqishi mumkin, qariyalar chiqib qolishi mumkin. Tak mijoz bilmaymiz kim mijoz chiqishi. O'zi odobli bo'laman. Yo'q, bilaman. Lekin mana bu yerda suvlarimiz bor, muzdek suvlarimiz, mana suv ko'ryapsizmi? Kulib boramiz suvlari. Kulib boramiz suvlari. Mana bu yerda mana idishchalari ham bor, kulib boramiz. Chiroyli qilib quyib berib, haligi nima deydi, gentlmen o'zingizni ko'rsatib turasiz-da. Chunki men uni qila olmayman. Amar rulda bo'laman. Albatta, buni men quyib ichamanmi? Sizga quyib beraman. Yo'q, men ichmayman. Bu chiqqan mehmonlarga bilinadi-ku o'zi gapidan. Kuni yozgi kuni jazirama. Xudo aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Landi kulib boramiz loyihasi boshlandi. Odamzod baxt uchun, tovuq tabaka uchun yaratilgan. Ketdik azizlar, mana yo'lga chiqdik o'rtoqlar. Mana ko'ramiz endi. Mana bu yerda to'xtab turaman Tohirjon. Mana shu yerda, mana shu katta ko'chaga chiqib olib, soyada, salqinda siz bilan gaplashib turamiz Tohirtoy. Tushundingizmi? Lekin shaharda bir lo'killab yurmaymiz. Bilasizmi nega? Xo'p, nega? Nima bu mashina petrolda yuradi, benzinda yuradi. Odamni mindirib keyin yuradi. Yo'q, biz hamma taksi loyihasini ilovalarga ulab olganmiz. Mana hozir yoqib qo'yaman. Mana, ana yondi. Xudo xolasa endi kutamiz o'rtoqlar. Sabr tegi rahmon deydi, sariq oltin. Hozir buyurtma tushsa o'rtoqlar, albatta bugun Tohir Rahimni o'rtoqlar oyoqlarini, poy qadamlarini ko'ramiz azizlarim. Qani ko'raylikchi. Yaxshigina pul ishlaymiz, xudo xolasa. Ana, o poy qadamlaringiz bilan ana ilova tushdi, ana shu yerda yaqin orada qayerda turgan ekanlar. Qani sekin yuraveraylikchi, qani eng qiziq joyi ilgari qo'limizni ko'tarib to'xtatardik taksini. Hozir unaqa narsalar yo'q, Tohirjon. Mana mana atrofda bo'lsa kerak, qani ko'raylikchi. Nima bo'lar ekan degan joylar azizlarim. Qani ko'ramiz. Mana shu atroflarda qarab turaylik shu yerda. O'zi mashinaning nomerini ko'rib kelishadi Tohirjon. Taksi, kelinglar, taksi. Kelinglar. Kelinglar. Qo'yilman. Oddiy taksi chaqirganlik-ku. Sizlar oddiy taksi chaqiruvdinglar. Mana bizni kulib boramiz loyihasi keldi. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta taksiga buyurtma beringlar. Keyingi mijozimiz siz bo'lishingiz mumkin azizlarim. Qani ketdik. Ana endi tanishamiz. Bu ona qizimning ismlari nimada? İmona. Niye qoyil qoldim İmona? İmona necha bu kimdi? Opangizmi yoningizda o'tirgan kim bu? Oyinglar. Qanaqasiga o'zi yosh kichik-ku, qanaqasiga oyingiz bo'ladilar? Hay degani. Молодец. Necha sinf o'qiydi İmona?
endi chiqaman maktabga. Voy dod. 6 yoshmisiz? Ha. Yo'q, 7ga to'ldim. Ha, endi Yettiga sentyabrda, to'ldi. Sizni ismingiz nima edi singlim? Nargiza. Nargizaxon. Hayır. Toshkentlikmisizlar Nargiza? Qayerliksizlar? Chorvali. Chorvodan Toshkentda nima qilyapsizlar adashib? Aylangani tushdinglarmi tog'da? Kunni issig'ida. Kunni issig'ida. O'sha tog' yaxshi edi soatinga. Tog'da salqin bo'lsa kerak a? Darsi borda qizimmi? Ha, darsi bor. Ha, boriga shukur. Qani o'rtoqlar mana. Endi shunaqa Nargizaxon singlim bizning taksimizga mana Nasiba qo'shilib chiqib qoldingiz. Bizning taksimiz o'ziga yarasha qonun qoidalar bor, bilsangiz kerak, ha? Agar manzilingizgacha kulib boradigan bo'lsangiz, demak yo'l kira haqini to'laysiz. Agar mabodo kulmasdan ketadigan bo'lsangiz, unda ana o'rningizga mana shogirdimiz Tohirjon Rahim to'linglar degan joylari. Lekin o'zlariga ishonch katta. Men hali beri to'lamayman, chunki kuldiraman dedilar. Qani ko'ramiz o'rtoqlar. Boringlarga shukur, qani o'rtoqlar, manzilimizga qarab odimlayapmiz azizlar. Tohirjon mana gaplaringiz bo'lsa Nargizaxondan gaplash. O'zingiz qayerda ishlaysiz Nargizaxon? Больницada. Ha, kasalxonada ishlaysiz. Kim bo'ldi? Hamshirami? Qoyilman, hamshiralik ham zo'r kasb. Juda ajoyib. Hali hamshira bilan doktor kasal tepasiga kiribdi-da. Men doktor kredit olmoqchiman deb nima qilsam olaveraymikin siz doktorimdan qarab turib. Deyman, olavering, baribir siz to'lamaysiz degan ekan. Kuldi. Yashang Nargizaxon. Bir o'sha meditsinada o'qiydigan, vrachlik o'qiydigan institutda bir ikkita do'st bor ekan. Ha. Bittasi starsa, ikkinchisi u boshqa kasb yaxshi ko'rar ekan. Xo'p. Umuman doktorga umuman qiziqmas ekan. Otasi mana bunisi bu bo'ldi, mana bu kasb egallar. Sen o'g'lim doktor bo'lasan, majburlab kirgizdi ekan. Ha. Institutda o'qiyapti, birinchi kurs, birinchi semestr. Shunaqa dars keldiki, insonni bosh qismi Ha. plakatda turibdi, o'shanda 5 ta teshik bo'lar ekan. Og'iz teshigi, burun teshigi, ko'z teshigi, quloq teshigi. Quloq teshigi, Keyin 1000 tada bittadami yo 100 tada bir kishida uchraydigan, mana bu miyani tepasiga gugurchib kiradigan teshik bo'lar ekan. Yo'q. Ha, bor ekan, 1000 ta yo 100 tada uchraydi ekan. Ha. Ana shuni o'sha dars beradigan ustoz professor dars beryapti, o'sha topgan ekanda. Ha. Endi meditsinada o'sha topilgan narsa ustozni familiyasi bilan aytiladi-ku. Albatta. Aytilganda. Ha. Keyin domlayaptiki bu starsaga mana bu jo'rang o'rtog'ing debdi o'qimayapti buni. Atsiniyani bo'ladi bu. Ha. Ustoz yaxshi bola. Iltimos shu atsiniya bo'lmasin, bugun men tayyorlab kelaman. Ha. Xudo xohlasa ertaga javob berasiz sizga. Ha. Xo'p deb tayyorlab kel. Borib tushuntiribdi. Domilla Ahmadjon professor nomida. O'sha 4 ta teshik bor, o'sha 5-chi domilla topgan. Domillar nomida, Ahmadjon professor domillar nomida. Tushundingmi? Tushundim. Imtihonga kelibdi, endi hech kim yo'q, shu ustoz o'tiribdi, domillar keyin ikkita bola. Men de ustoz orqasida o'tiribman deydi. Bo'lgan voqea. Jo'ram deydi, doskaga chiqdi, qo'lda ukaska deydi. O'sha nima ham turibdi, bosh miyani rasmi. Ustoz debdi, inson tanasi mana shu bosh miya qismida bosh chog'onog'ida 4 ta teshik bor. Hop debdi ustoz. Og'iz teshigi, burun teshigi, ko'z teshigi, 4-inchisi quloq teshigi. Hop, keyin yana 1000 tadan bitta yo 100 tadan bitta uchraydi, mana tepada miyani ustida gugurt cho'p kirayotgan teshik bor. Ha. Desa, hop, qanday nomlar ekan? Nima deb nomlar ekan? Desa, endi shu jim bo'lib qolibdi, doskaga chiqqan bola. Nargiza eshitayapsizmi? Jim bo'lib qolibdi. Endi men deydi, domlan ko'rsatyapman deydi. Domillardan, domillar nomida, domillar topgan. Domillar ko'rsatsam deydi, jo'ram bunday qarab, "Ha, gapir, kim topilgan ekan, kim nomida ekansa, siz teshingiz ekan" deydi. Zo'r. Siz teshingiz deydi. Gap yo'q, men o'ziga ishonch bildirgan mana Tohir Rahimga ofarinlar, olqishlar, o'rtoqlar kuldiraman dedi, kuldirdi gap yo'q. Imona she'rlar biladimi biron bir? Ashulami? Qani eshitaylikchi. Birdan aytib bering. Qani mayli. Siz ikkita savol berdingiz. Ha, mayli. Bu bo'ladigan qiz-ko'ja bor. Yaxshi ko'rganingiz ayting xonim. Yaxshi ko'rganingiz. Birini ayting. Ashula aytib bering, bitta qani. Jigar yaman, asal yaman, emshidi biyo, basa yaman, dunyo yaman, dilbar yaman, maktub o'qishga shaboy yaman, jigar yaman, asal yaman, emshidi biyo, basa yaman, dunyo yaman, dilbar yaman, maktub o'qishga shaboy yaman. Qoyilman 5 baho. Men o'zi noto'g'ri ish qilman-da o'zi bugunga. Nega? Shu Tohir Rahim o'rniga shu Imonani mehmonga chaqirsam bo'lar ekan. Yana bitta she'r aytib beraymi? Qani? Qor bobomiz oppoq. Hassasi o'zi chaloq. Peshonasi yalpoq.
bo'ldi Tohir aka Avgust oyida pishirdi aytaman. o'rtoqlar Tohir gapi juda qiziq bo'ldi o'rtoqlar. Bugun mana yakshanba o'rtoqlar. Barchalarga xayrli oqshom azizlar. Gap so'zim ertaga ham dushanba, indinga seshanba, uningga yana jumashanba, yakshanba, o'rtoqlar u yog'i avgust, sentyabr, noyabr. Xullas o'rtoqlar kirib kelayotgan yangi yilinglar muborak bo'lsin. Islom bo'ldim degan joylar bor. Nargizaxon bir otaxon bor ekan, qovun-novun yaratgan, qalin qovun-novun yaratgan, qalin uzum qovunlar yaratgan bir otaxon bor ekan, dehqon. Shu har doim shu respublikada qovun sayli bo'lsa, uzum sayli bo'lsa qatnashar ekan, ancha mukofotlar ham olgan ekan. Bir kun Toshkentdan telefon qilib qolibdi. Falonchi bormi desa, bor mana deb telefon bering, telefon beribdi. Halboy yaxshimisiz debdi Toshkentlik o'sha qovun sayli rahbariyatlaridan bittasi. Yaxshi, o'zingiz yaxshimiz, men faloncha pistonchayman o'sha qovun sayli rahbariyatlaridan, yaxshimisiz debdi. Qanday halbo, bir qovunlar qanday sayl, bir sayl ham bor. Qatnashasizmi? Qovun sayliga albatta qatnashaman debdi. Qovunlar qanday bir yer desa, otaxon shunday turib yerga qo'yib, "Modek, modek." Ana Nargizaxon keldi. Iymon ham kulyapti. Ha, kayfiyat ko'tarildi. Bularni birinchi shu o'tirganni o'zida, mijoz bo'lganni o'zida kayfiyatingizni ko'tardi. Tohirjon Beshbaho sizga gap so'z bo'ldi. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu kulib boramiz loyihasi. Bugungi mehmonimiz QHQ guruhini ajoyib boshlovchilaridan biri shogird ukamiz Tohirjon Raqibov mana. Bugun taksi loyihasining aziz mehmoni aziz do'stlar. O'zi asli Navoiylik bu yigit. Navoiy Xatirchidanman. Shunaqa Xatirchidansiz a? Xatirchidan. Qoyil o'rtoqlar. Nargizoy mana xudo xolasa manzilingizga ham yetib keldik. Boringizga shukr. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' bo'lsin. Bizlar taksilarga tez-tez buyurtma berib turavering. Xo'p, sizdan hozir men aytaman, sizdan mana 30 ming so'm bo'ldi. Kartada to'laysizmi Nargizoy yoki naqdmi? Yo'q, naqd. Naqd to'laysizmi? Tohirjon oyoqlaringiz sizni qadamlaringiz bor. Ana 100 ming ekan, men bunga hozir qaytib berishim kerak. Qani. Uymonaxon mana bizda suvimiz Mana bor. qaytdingiz, Kirib rahmat. boramiz degan suvdan. Quyilish esidan chiqdi. Bering shu qizga bitta ichib ketsin. Ozginagina qo'ying mana. Salqinda mana. Mana Imona bitta ichib ketadi. Imona katta qiz bo'lsin. Maktablarga chiqib aqlli qiz bo'lib, xudo xolasa egilib bukilib yaxshi chodirlarga kelin bo'lsin ilohim. O'sha kunlarni ko'rish bizga ham nasib qilsin. O'zinglarni ehtiyot qilinglaringiz rahmat boringlarga. Rahmat. Doim kulib yuringlar Nargizaxon. Rahmat. Og'izni ochishdan oldin ko'zni kattaroq ochish kerak. Mana Tohirjon birinchi mijozdan olib qutuldik sizni poy qadamlaringiz bilan. Xudo xolasa ana nima deydi 30 ming birinchi qochinga pul ishladik deydi. Qoyil deydi-yu. Qani ya, abet emas u. Kassa topshiraman mana Tohirjon. Ya, kassaki yo'q. Kelingizga endi degan joylari. Qani ketdik. O'rtoqlar mana. Xo'p, qani ana telefon jiringlar yana. Qarang, yurma qo'zg'almasimdan. Poy qadamlaringiz zo'r o'zingizda Tohirjon. Ana shu atrofda turish kerak ekan. Qani ko'raylikchi mayli. Qani o'rtoqlar boramiz qani mayli. Shu yo'l chetida turganlarmikin yo magazinning oldida turganlarmikin. Mayli qaysi biridir hozir to'xtadi mana. Ana. Ana biz nomerimizni ko'rib tanidi bu bolalar bizni deydi-yu. Qani. Voy taksi kelinglar bolalar taksi. Taksi qani chiqinglar-chi. Alaykum assalom. Bittanglar orqaga o'tinglar, qani sig'asizlar. Taksimizni ichi keng. Tor bo'lsa ham ko'nglimiz keng deydi-yu. Qani yigitlar boringlarga shukr. Bu kulib boramiz loyihasining taksisiga o'tirib qoldinglar sizlar. Boringlarga shukr. Yigitlar ko'rsatuvdi taksisi ekan bu. Pul to'lamas ekanmiz degan gap yo'q. Yo'q, agar manzilingizgacha kulib borsanglar, demak kayfiyatinglar ko'tarilsa, yo'lkira haqini to'laysizlar yigitlar. Agar so'mrayib boradigan bo'lsangiz, Tohir akanglar to'laydi o'rninglarga degan joylar. Xudo biladi. Qani. Ketdik azizlarim, boringlarga shukr. Bu bolalar yaxshi bolalar. Qani endi tanishamiz yigitlar. Bu yigitning ismi kim? Qani tanishaylik. Ziyohiddin juda yaxshi. Bu yigitni-chi? Menmi? Sirdaryodaman. İsmingiz ixtiyor ismingiz bularnikichi? Men Surxondaryodanman. Ismim Asadbek. Farg'onadan, Sirdaryodan, Surxondaryodan Qanday topishib? Qanaqa topishib oldinglar sizlar? Birga o'qiysizlarmi? Birga o'qiysizlarmi? O'qiymiz, ishlaymiz. Ishlaysizlarmi? Qayerda ishlaysizlar? Shu Toshkent ichida. Toshkent. Qaysi biringlar uylangansizlar ichinglardan? Hozir
Men uylanmadim. Voy, bo'ydoqmi hammasi? Ayollar sevgilanmaydi. Qozon olish kerak, cho'mish olish kerak. Bir yosh fermer yigit uylanmoqchi bo'libdi. Hop, Yosh fermer yigit. Eshitamiz yigitlar, qani. Uylanmoqchi bo'libdi-da, hozir nima rivojlangan? Internet rivojlangan-ku. Ha. Internetga xat yozibdi. Men yoshim falon yoshda, 100 gektar yerim bor, fermerman, yosh fermer. Uylanmoqchiman deb. Shunday xat yozarsa, bir qizdan birdan javob kelibdi. Ha. Men sizga turmushga chiqishga roziman. O. Sizga turmushga chiqishimga ota-onam ham rozi. Ha. Yana bitta yangilik, yana bitta xursandchilik. Otam sepimga yangi traktor qo'shib bermoqchi. Desa yigitga jon kirib ketdi. Rasm tashla deb yozib yuboribdi. Ha. Qizdan javob keldi. Men hech kimga rasm tashlamaganman. Sizga ham tashlolmayman. Siz o'zingni emas, traktor rasm tashlaydi. Boringlarga shukur. Endi nima kasbinglar nima endi? Nima ish qilasizlar yigitlar endi? Kaskadyormi? O, kinolarda tushasizmi? Qoyilman, hech kinolarda ko'rmagan ekanman siz kaskadyor bo'lganingizni. Endi-da. Endimi? boshlaymiz. Ha, endi yiqilmoqchi ekanlar ya. Qolgan yigitlar kaskadyormi hammasi yo? Yo'q. Boshqa. Kasbinglar boshqa. Ha. Qaysi kasbda endi xudo xolasa? Bizniki bozor. Bozor? Tadbirkorlik. Ha, shunday. Qoyilman, kaskadyor, tadbirkor. Sizchi? Aktyorlik. O, qara, kaskadyor, bozorchi, tadbirkor. Aktyor, bu qaraq topishdinglar va ko'pchilik qilib kallam ishlamayapti o'rtoqlar. Mayli, qani boringlarga shukur. Ayollarning qulog'i ham yaxshi eshitadi. Yigitlaringizni sirda aytib qo'yadi. Ayollar qulog'i ham zo'r eshitarkan-da ustoz. Mana shu uyda o'tirgan paytim telefonim tim desa, esimiz keldi. Favquloddan esimiz keldi. Yomg'ir bormikan, sel yog'armikansan? Yo'q, pul tushdi deydi. Puldiki boshqa, pul tushgan yo'q. Esimiz keldi ob-havodan. Ha qarang telefon, shu yoqdan pul tushdi degan bo'ladi. O'sha ob-havoning tingi bilan pul tushgan tingini farqlagan ayollar bo'ladi. Shunaqa. Samarqandga to'ylarga borasiz ustoz. Shu Samarqand ayollari juda bir chiroyli materialdan kuylar kiyadi to'yga. Juda yarasha. U material o'zi chiroyli emas. Ayollar qachon kuylar bo'lib tushsa ustiga keyin ochiladi-da. Ochiladi, to'g'ri. Juda. Bir kun shu men aytdim xotinimga telefon qildim. Xotin dedi, "Qadrdasiz?" dedi. Shu Samarqand ayollari shunaqangi chiroyli materialdan kuylar kiyadi. Menga senga shu materialni olib borsam, bir kuylar shim kiysang. Ha, desam, "Yo'q, dadasi, u material menga yarashmaydi. Faqat Samarqand ayollariga yarashadi." Endi sen ham Samarqandliksa yarashadi. "Aha, olib keling" dedi. Olib keling dedi. To'yda o'tdim, kunasi qoldimda bozorga chiqdim. Bozorga chiqib boyagi rasmni tushirib olganman. Ko'zimga bitim tushirganman lekin zo'rin tushiribman. Opa dedim, material sotadigan ayolga borib, "Men bu materialdan bormi, sizda bor ololmaysan" dedi. Shundan qaydan bilib ayol men olaman, ololmayman. Shundan qancha pulim borligini bilmaydi-ku. Bormisan, bordir. Bitta ayolga necha metrlik ko'ylak chiqarsam, ayolingiz gavdar bo'lsa 4 metr, sabidar bo'lsa 3,5 metr. Agar zaharcha bo'lsa, Ha, necha metr desam, 1 metr $150 Nima dedim? $150 dedi. Men qaydan ololmayman ekan dedim. Kimga qo'ygan? Men xotin deb telefon qilyapman dedim. O'zi bilan necha metrga? Ha, telefon qiling dedi. Shunday shunday xotin dedim. Ha, dadasi dedi. Sen bilarkansan, u matasiga yarashmas ekan. Shunaqa. Shuning katta gapirma deydi-yu. Oldindan. Umringlar uzoq bo'lsin. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu Meni yurtim kanalida kulib boramiz loyihasi. Bugungi mehmonimiz mana Tohirjon ukamiz Rahimov. Assalomu alaykum yana bir bor. Qani do'stlar, ko'ramiz endi. Ketdik do'stlar, yana yo'limizda davom etamiz. Mana ajoyib, mana 3 ta vohadan yigitlar chiqishdi. Bitta bola baliq sotayotgan ekanda yigitlar. Baliq sotayotgan otaxon kelibdi. O'g'lim, bu balig'ing svejiymi desa, otaxon men ko'rib turibsizki, tirik-ku desa, "Yo'q, men ham tirikman, lekin svejiy emas." Nasrda apamni ham bunaqa balo bozorda balo sotib tursa bitta odam kelib, "Bu balig'ingiz deb g'alati yuribdi, unda qiyshiq bo'lib turibdi" debdi. "Ne buni qiyshiq, ukajonim? U ana burchakdan tutib olganmiz" degan ekan. Shuncha qiyshiqda. Endi o'qishga kirish niyat bormi endi o'qishga kirish? O'qish kerak yigitlar. O'qish kerak. Bo'lsa kitob o'qish kerak. Hayot shunaqa. Erkak kishiga bari bilim kerak azizlar. Kasb kerak, hunar kerak, albatta. Sizlarning yoshingizda qariyalar bizga gapirsa, biz ham xuddi sizlarga o'xshab fikrlar edik. Mana endi yoshimiz katta bo'lgandan keyin hammasi oltinga teng gapligini keyin bilyapmiz. Tohirjon. Lekin kech bo'lib qolmasin dengda. Ha, kech bo'lib qolmasin. Shunaqa. O'qidim o'qish kerak. O'zi aytadi, qaysi yoshda o'ylangan ma'qul deydi. Yoshida o'ylansa yosh deydi, o'rta yoshda deydi, hali bor deydi. Kech o'ylansa o'zi
Oday tamam degan joylar o'rtada. Bu shunaqa. boyagi bir aka televizor ko'rib o'tirgan ekanda televizor ko'rib o'tirsa borma qayt esing yo'q ha aqling ko'zim qayt borma u bilan borma deb tursa xotinlari ovqat qilayotgan oshxonada ha dadasi kim nima ko'ryapsiz qaysi kinoni ko'ryapsiz desa yo'q o'zimiz to'yimiz ko'ryapmiz Shunaqa. milliy universitetda domlasini so'rab qoldim shu yozuvchilar efirga chiqmayapsizlar bunaqa narsalar ssenariy yo'q sizlar chiqarmayapsizlarmi ssenariylar boya yozuvchilar desam chiqaryapmiz nima chiqaryapsizlar qani desam bloger chiqaryapmiz deydi Shunaqa. Mana yigitlar manziliga yetib keldik. Sizlardan 32 ming so'm bo'ldi yigitlar. Boylar kayfiyatinglar ko'tarildi menimcha. yaxshi keldinglar Kartadan to'laysizlarmi, naqdmi? Kartadan. Mana to'layavering, boy ularga ilovangizga to'layavering. Qarang, bak ko'ringchi. Ana. O tushdi plyus. Qoyil. Tushdi plyus. Tushdi, rahmat. mahallada mahalla raisi saylashmoqchi bo'libdi bo'ri nomzodini qo'yibdi bo'ri qo'ylarga qarab agar meni saylasanglar bundan keyin faqat kabob yeysizlar deymish Xo'p, yana yo'limizni davom etamiz. Sohiljon, charchamadingizmi? yo'ni siz bilan charchagan Sog'lik umringizni obisi mana qoyil deyman. Yurmasimdan turinglar chiroqli deya tavba qilib Tohirjon, boringizga shukr. Qani. To'laylikchi mana mana shu atrofni ko'rsatyapti. Menimcha mana bu yo'limizning magazinni oldida shekilli menimcha. Mayli ko'raylik qani nima bo'lsa bo'ldi. Peshona. Ketdik do'stlar. Qani degan joylar. Qani. Qani. Bizga buyurtma bergani oldinda kelib taksi to'xtashni qarang. To'xtamaydi mana biz mana o'rtoqlar biz oy do'stlar. sochini minni ham to'xtaveradi. Mash qiz bo'lsa kerak yana bilmadim deydi. Eshikni ochsa shular deydi. Qani. Ko'raylikchi nima deydi. O'rtoqlar qani mayli. Shu qizmi yo boshqa qiz bor o'zi? Valaykum taksi chiqing. Yo'q adashmadingiz. Siz oddiy taksiga buyurtma beruvdingiz. Valaykum assalom. Ona qizim boringizga shukr. Qani. Bizdan oldin bizga buyurtma berib qo'yib, siz boshqa taksiga olib ketmoqchi bo'ldi. Ha, shunaqa bo'lishdi. Qoyil qol. Ismingiz nima sizni? Mehriniso. Qayerni qizisiz Mehriniso? Surxondaryo. Surxondaryoni qayeridan? Termiz. Termiz shahridan. Oo! Toshkentda nima qilyapsiz Mehriniso? Bilmem ben. O'qiysizmi? Qayerda o'qiysiz agar sir bo'lmasa? Diplomatiyada? Qoyilman. hozir mana viloyatdagi avtobus ham ko'pda xudoga shukur avtobuslar juda zo'r bo'lgan ilgarilar boshqa avtobus Ikarus degan avtobusda yuraydi biz ilgari talabalik paytimizda tiqilinch bo'laydi endi shu tiqilinch ular yigitlar qizlar ayniqsa imtihon tugagandan keyin tiqilib ketardik talabalar ketyapti ekan shu vohaga qarab shu avtobus 2 marta yaxshilab to'g'ri beribdi bir yigit qizga borib tars etib urilibdi-da. Qiz o'zingiz bajarib keting, yaxshi yigit debdi. Yana bir to'z bergan, yana borib urilibdi yigit qizga. Siz xafa bo'lmang, endi bu Nyuton qonuni, tortish qonuni debdi-da. Qiz ham qo'lini olibdi, yigitingizga bitta tashlab, ishqalash qonuni deydi. Bizning taksimiz ham boshqa taksidan farqi shunda, Mehrinisoxon, manzilingizga kulib borsangiz, yo'lga haqini to'laysiz, kayfiyatingiz ko'tarilsa. Agar xo'mrayib borsangiz, Tohir akangizga azob deydi-yu. Shunaqa. Mana kuldi-ku. Ha, kulyapti. Kuladi. Nega ko'rmayapti? Bu degani diplomatlar kulmaydi degani emas-ku. Diplomatlar kulsin-da. Diplomatlar kulsin-da. Qani. Mana deydi-yu. Manzilingizga yetib keldi. Sizdan 25 ming so'm bo'ldi. Kayfiyatlaringiz ko'tarildi menimcha Mehriniso. Naqd to'laysizmi, kartadan to'laysizmi? Yo Tohir akangiz to'lasinmi? Yo'q, o'zim to'layman. Yo'q, kuldi-ku Mehriniso. Kuldimi? Kulmas ekanda. Sekin diplomatlar miyig'ida kuladi. Tartib bilan kuladi. Boringizga shukr, rahmat. Kartadan tashlaysizmi? Naqd bu, bering naqd bo'lsa, sizdan 25 ming so'm bo'ldi. Qani, bunga qaytib berishim kerak ekan. Maydaroq plan yursam bo'lar ekan-a. Qani, maydalaymiz hozir. Mana, pullaringiz rahmat. Qaytimiz rahmat, boringizga shukr. Boshimiz ham xohlamayapman o'zim tushishni. 2 haftalik ochlikdan so'ng sher hayvonlar qiroli zooparkni qorovuli ekanligini tushunib yetdi. Ko'rdingizmi mana mijozlar? Mana ishimiz shu. Yoqdimizni taksi sizga to'g'ri.
Ketdik, bormi? Ketdik. Ha, keyingi mijozga ketdik. Mana bu yerda salqinroq to'xtab turamiz hozir mana. Ko'raylikchi, qani kelar. Ana ketmagin. Mana Tohirjon, boringizga shukr. Ko'ryapsiz, mana ketma-ket ilovalar. Qaysi birini bosay endi men Tohirjon bilan. Qani sizni poyqadamingiz yaxshi ekan Tohirjon. Rahmat. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Klientlarim Siz o'rtoqlar qahqaha guruhini poyqadamlari yo'qdi azizlar. Bizni kuzatishda davom etib kulib boramiz loyihasi. Aziz do'stlar, meni yurtim kanalida azizlar. Barchaga yakshanba oqshomi xayrli bo'lsin aziz do'stlar. Shunday Bu bo'lsin, ana kelinchasini bosay endi. Bosing. Uchtalab kelyapti. Bosdim mana degan joylari. Qani bosaylik. Ana. Olindi. Shu atrofda turgan ekanlar. Qani ko'raylikchi, qani. Qani menimcha mana shu turganlarnikida. Mana bu Shu bilan turganlarmikin? Qani. Ana keldik o'rtoqlar. Qani bu menimcha bolali ayol ekan shaka. Taksi, valaykum, taksi, chiqaveringlar. Taksi sizlar buyurtma bergan taksi. Qani, toyni bu yoqqa olib kelingchi, qani. Mana bu assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima sizni bizga qarang, ey. Usmonxo'ja. Usmonxo'jami? Achkingizni yechibda ko'zingizni ko'rsating menga. Usmonxo'ja, voy, malades, ofarin. Kim o'g'lisiz? Men alamni o'g'liman. Adayzi o'g'illarimi? Adayzi otlar nimada? Dasur. Kim? Dasur. Jasurmi? Dasur deyapti-yu. Ya hojam meni ko'rishmaydimi? Qani so'rashing bu ana qiz bilan. Yasha. Sizni tanimaydi. Tohir akasini tanimaydi bu. Taniydi. Har qalay boltani taniydi. Bu sinimiz menimcha Jasur xo'jani onalari bo'lsalar kerak menimcha. Ha? Qoyilman. Ismingiz nimada ona qiz? Vaziraxon, boringizga shukr. Issiqda chanqab qolmadinglar Vaziraxon? Yo'q. Vaziraxon bu o'g'il sizniki nechta farzandlardan? Bitta. Mashimi? Nega? Endi Xudo xohlasa ikkinchisi. Ha, Xudo xohlasa, ilohim bo'lsin. Asta sekin. Men Jasur o'g'liman deyapti-ku. Usmon xo'ja, kel o'g'lim, men senga bitta suv beray. Qara, bizni taksida suv bor. Taksini Kulib boramiz. Kulib boramiz. Qani. Chanqagandirsiz suvdan ichinchi, qani bitta ichinchi suvdan. Qani ichinchi. Voy, malades, ofarin. Onangizga beraman. Katta yigit bo'lsin shu. O'zingiz nima ish qilasiz, Vaziraxon? Uy bekasi. Vaziraxon. Suvda ko'chada nima qilib yuribsizlar? Endi uyga qaytyapmiz. Zo'rmikan? Mehmondan. Ha, mehmondan qaytyapsizlar. Usmonxo'ja mehmongami? Kimnikiga mehmonga bording, o? Usmonxo'ja, kimnikiga? Kimniki mehmonga bording? Hammasinikiga. Ammajonnikigami? Hammalar juda yaxshi ko'radi, jiyanlarni. Qani, Hamma, xola, hamma keldi, hamma keldi. Xola keldi, nima balo? Yo'q, Xo'jayin nima ish qiladilar, Vaziroy? Xo'jayinim shu aboy. Ha, ustachilik qiladi. Tadbirkorlik qiladilar. Stomatologlar. Vo, tish doktorimi? Oz deydi-ku shunaqa. Nega? Yo'q, tushunmay qoldim. Tish doktorlar aboy sotadilar, qanaqa bu? Turamanlar stomatologlar. Ha, xo'p. Keyin yana aboy ham sotadilar qo'shimcha. Ha, o'zlarining do'konlari bormi? Yo'q. Ha, qo'y dedi. Mana Vaziraxon singlim manzilingizgacha agar kayfiyatingiz ko'tarilib boradigan bo'lsa, yo'lkira haqini to'laysiz singlim. Agar qo'brayib boradigan bo'lsangiz, unda Tohir akangizni taniysiz mana. Tohir akangizni to'layman deb turibdilar. Lekin hali shu paytgacha lekin to'lamadi. Tohir mana nechta mijoz chiqqan bo'lsa, lekin Tohir ham yomon o'ziga ishonar ekan, qoyil Bolalar qoldi. tili zo'rda ustoz. Ha. Vaziraxon, bolalar tili shirin-ku. Shu men Navoiydan xatirchidanman-da. Xatirchiga bordim, akam nevaralar bor, katta akam nevaralari. Mashinada keldim, yana qora mashinam bor edi. Qora mashinada to'xtadim, u velikda keldi kichkina, hali bir sinfga bormaydi. Keldi, "Bobo" dedi. "Ha", dedim. "Issiqda turib, mashinangiz qorayib ketdimi?" deydi. O'zi qora mashinami? O'zi qora mashina. Ha, qorayib ketdi. Ular metalik mashina bor, ukamni. Shu uchun bizni darvozaxonaga kirgizib qo'yadi. Ha, Kelib qo'limni yuvaydim. O'g'lim dedim, "Hey, o'sha yerda sovun bor, sovunni olib kel" dedim. Sovunni olib keldim. Qo'limni yuvaysam, yugurib sochiqlayman olib keldi, ustoz. Men aytdim, "Ey, sen dedim, esing juda ham ko'p" dedi. Vaziraxon, "Esing juda ham ko'p da seni" dedim. "Nimaga?" dedi. "A men senga sovunni olib kelsam, borib yana sochiqlayman olib kelyapsan. Kim bergan senga bu esni? Dadang bergan ekan." "Yo'q" dedi. "Ayang berganmisan?" "Yo'q" dedi. "A qayerdan olgansan?" desam, "Supan pastdan olganman." Spar pasdan olganman. Spar pasdan olganman. Bolalarga shunaqa 21-asrning bolalarida. Keyin Ha, Usmonjon. Ha, toyim. Qaysi bog'chaga borasiz siz? Men shu o'qishga boraman.
Qayerga? O'qishga borasiz endi maktabga, ha, xudo xolasa. Nasib Vo, o'qib olim bo'ling, ha, o'qib olim bo'ling, bolam. Katta bo'laman. Ha, katta bo'lasanmi sen? katta bo'lasan. Qoyilman. Sport bilan ham shug'ullanasiz, xudo xolasa. Mana qo'lim Voy, qoyil, bezbaho. Boringlarga chiqib, qani. Aha. Mana o'zimiz kutmagan mijozlar chiqyapti. Aziz do'stlar, ko'ryapsizlar. Meni ham kayfiyatlarim ko'tarib keldi. Mana manzilingizga ham yetib keldik. Vaziraxon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, Vaziraxon. Ana sizdan 30 ming so'm bo'ldi, Vaziraxon. Kartadan to'laysizmi, naqdmi? Kartadan to'layman, ularga ilovangizni to'lab oling. Boringizga shukur. Qani, Usmonjon. Qani, to'y, xayrlashamiz endi siz bilan. Malades. Boringizga shukur. Qani, rahmat. Qani, ana Tohirjon, qalay, taksi yoqdi sizga? Zo'r. Kayfiyatlar ko'tarildi. Xudoga Endi haligi nima deydi? Hamlaqa bo'lib, daqaga tushganingizda, afsuski, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti, Tohirjon. Boringizga shukur, keyingi ko'rsatuvlarga biz vaqtimizni nima deydi, bo'shatib berishimiz kerak. O'shaning uchun boringizga shukur, kattadan katta rahmat, Tohirjon. Sog' bo'ling. Bizni taklifimizga taklifimizga labbay deb javob berganingiz uchun sizga ham ijodiy muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Boringizga shukur. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu taksi loyihasi azizlar. Kulib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ketdik do'stlar. Yorim ketaman deydi. Ketkizgani qo'ymayman. Yo'llariga chim bosib, dovda o'tkazgani qo'ymayman. Hey, yo'llar chim bosib, dovda o'tkazgani qo'ymayman. Yorim kelmoqda ana, hey, tashlab ohista qadam. Hey, xayr.